Audionoma mahsuloti. Birinchi bo'lim. O'sha oilamiz boshiga og'ir kulfat tushgan kuni men 10 yashar bola, nimadandir ko'nglim g'ash, uyimiz ro'parasidagi paxsa devorga chiqib, o'zimcha go'yo otga minib o'tirardim. Bu mahalda biz Turkiston shahrining eng so'lim joylaridan biri, lager ko'chasida 2 xonadan iborat oldi ayvon, o'sha zamon imkoniyatiga ko'ra tuzukkina uyda istiqomat qilardik. 2 qavatli ulkan darvoza orqali kiradigan bu hovlida bizdan tashqari yana bir necha xonadon yashardi. Darvozaxonaning ustida quruq pichan saqlanadigan bolaxona bo'lar. Biz bolalar oqshom paytlari berkinmachoq o'ynaganda bolaxonaga chiqib pichan tagida jon saqlardik. Oilamiz boshiga musibat tushgan o'sha mash'um kundan bir necha oy muqaddam dadam uyimizdagi deyarli barcha kitoblarni 3-4 qopga solib beda tagiga yashirgan u bolaxona eshigiga otning kallasidek qulf osib qo'ygandilar. Endilikda bolaxonaga hech kim kira olmas, faqat men goho tuynikdan tushib qoplardagi kitoblarni, ayniqsa ser-surat, qalin kitoblarni tuynik shu'lasiga solib tomosha qilib o'tirishni yoqtirardim. Bu suratlar ham juda g'alati. Ularning aksari charm palto kiyib, bellariga qilich va to'pponcha taqib olgan harbiy, ba'zilari esa ot o'ynatgan, qizilalvon ko'tarib dushman sari ot surib ketayotgan mardu maydonlar bo'lsa ham, negadir barchasining ko'zlari o'yib olingan yoki yuzlariga ko'ksiyoq tortilgan edi. Nega shunday? Men bu sir asrorning tagiga yetolmay qiynalardim. Dadamlardan so'rashga esa yuragim dov bermas. Sababi dadamlar qahri qattiq odam edi. Bu kitoblarni senga kim ko'rsatdi deb dashnom berishlari mumkin edi. O'sha qora kun ham nimadandir ko'nglim notinch. Kitob tutish esimga tushib tomga chiqdim. Ammo tanish tuynikka yaqinlashganimda ko'chaning boshida qo'sh ot qo'shilgan chiroyli foytunga ko'zim tushdi. Sal o'tmay foytun darvozamiz ro'parasiga kelib to'xtadi. Undan o'sha paytlarda barcha kattalar uchun rasm bo'lgan yashil rang galifeshin va gimnastyorka kiygan o'rta yashar 2 kishi bilan qizil ko'ylakli, ko'zlari qiyg'och bir ayol tushdi. Ikkinchi bo'lim. Erkaklardan biri tomda meni ko'rib qolib so'radi. "Ey bolam, Egamberdi Jaqipovning uyi shulmi?" Shu. Shu payt hovlidan oyimlar chiqdilar. Voy, kelinglar mehmonlar, xush kelibsizlar. Rahmat. Qani ichkariga kiringlar. Qani yura olinglar. Men bolaxona ustunidan sirpanib yerga sakrab tushdim. Mehmonlar ichkariga kirishgach, oyimlar allaqanday hayajonda edilar. Voy bolam, Baroqa, dadangni mahkamasiga chop. Sakuda birga o'qishgan og'aynilaringiz kelishdi degin. Kutib o'tirishibdi, tezroq kelar ekansiz degin. Xo'pmi? Aytmoqchi, bir yo'la maktabga borib, opang bilan pochchangga ham ayt, tezroq kelishsin. Dasturxonga qarashib yuborishsin. Xo'pmi? Baroqa, yugur. Men negadir aftidan mehmon so'zidan ko'nglim yorishib, 2 oyog'imni qo'limga olib chopa ketdim. Garchi pochcham bilan katta opamlar o'qituvchilik qiladigan maktab, dadamlar ishlaydigan mahkamadan xiyla narida bo'lsa-da, avval o'sha tomonga o'tib, oyimlarning gapini opamlarga aytdim. So'ng hamon 2 oyog'im qo'limda, yalangoyoq, yalangbosh, ko'cha changitib dadamlarning mahkamasiga qarab chopdim. Dadamlar bir mahallar Qozog'iston xalq komissarlari kengashi qoshida tuzilgan mayda millatlar, asosan o'zbeklar xalq komissari lavozimida ishlagan. Sakuni tugatganlardan keyin esa hozirgi Chimkent viloyatining Sayram rayonida birinchi kotib, keyinroq esa Qozog'iston temir yo'li siyosiy boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifalarida xizmat qilganlar. Lekin keyingi yillar otang so'fi bo'lgan, sen buni yashirgansen degan aybnoma bilan pastga surila, yumalay oxir pirovardida Turkiston tumani moliya bo'limiga mudir etib tayinlangan edilar.
Rahmatli, joylari jannatda bo'lg'ay Yoqub buvamlar haqiqatan Qarnoq qishlog'ining eng katta masjidida to inqilobgacha so'filik qilgandilar. Odamlarning aytishicha, u kishining ovozlari shu darajada zo'r bo'lgan emishki, har subhida masjid mezanasiga chiqib azon aytganlarida nafaqat 10 ming kishilik Qarnoq ahli, balki 30 chaqirim naridagi Turkiston namozxonlari ham eshitgan emishlar. Shu boisdan Qarnoq ahli buvamlarning ismlariga shayx so'zini qo'shib, Yoqub shayx deb ataganlar. Lekin 16-yilgi qattiq qurg'oqchilikda bobomiz Yoqub shayx og'ir ahvolga tushganlar. Shu bois otamiz oilasini boqa olmay, 1-2 qo'y, 1-2 qob g'alla evaziga bir boyning o'g'li o'rniga mardikorlikka ketganlar u yoqdan bolshevoy bo'lib qaytganlar. Shu ota bola biri shayx, biri bolshevoy, qip-qizil sinfiy dushmanga aylanganlar. Dadamlarning mahkamasi ulkan savdogar qurgan va endilikda partiya qo'mitasi joylashgan ko'rkam binoning shundoq biqiniga joylashgan edi. Men borganimda dadamlar ham idoradan chiqqan ekanlar. Meni uzoqdan ko'rib darvoza oldida to'xtadilar. Dadamlar to'ladan kelgan, novcha, qirra burun, o'sha davrda rasm bo'lgan to'mtoq mo'ylovli, xushqat, salobatli kishi edilar. Egnidagi libosi hozir xotiramda yo'q. Agar yanglishmasam, o'sha mahalda Stalinga taqlidan kiyiladigan ko'krak cho'ntakli yashil kostyum va galife shim kiygan, oyoqlarda ham o'sha zamonlarda rasm bo'lgan g'arch-g'urch xrom etik. Rahmatlik dadamlar uyqusizlikdanmi, boshqami ko'zlari qizargan, allaqanday horg'in ko'rindilar menga. U kishi mening hansiray aytgan gaplarimni eshitdilar u chehralari yorishdi. Yur bolam, senga bitta muzqaymoq olib beray. Uchinchi bo'lim. Boya aytganimdek, dadamlar diydasi qattiqroq, o'ktam, kam gap odam edilar. O'sha kungacha men u kishining biror marta boshimni silaganlarini bilmasdim. Aksincha, hanuz esimdan chiqmaydi. Dadamlar urkaltak, surkaltak tagidan chiqolmay, ishdan haydala og'ir pirovardida qishloqqa qaytib, uyda ko'kragini zaxga berib yotgan paytlar. Bir kun oyimlar qo'limga pul va 2-3 litrli grafin, dadamlar katta lavozimlarda ishlagan mahalda orttirgan nodir matohni tutqazib, shunday dedilar. Do'konga kirib, qimiz olib chiqqan, dadang aytdilar. Bora qol. Do'konga kirsam, qimiz tugagan ekan. Men parvoy falak qo'limdagi grafinni o'ynatib uyga qaytdim. Yo'lim yog'och va temir qoziqlar qoqilgan mol bozoridan o'tardi. To'satdan nimadir shaq etdi. Qarasam, qo'limdagi grafin temir qoziqlardan biriga tegib, tangaday joyi o'pirilib tushibdi. Yuragim orqamga tortib ketdi. Uyga qaytishga jur'at qila olmay, anchagacha bog'imiz poyidagi soy bo'yida aylanib yurdim. Nihoyat yuragimni hovuchlab uyga kirib bordim. Oyimlar meni ko'rib koydilar. Hay, qayoqlarda daydib yuribsan, bevosh? Dadang sho'rlik kutaverib diqqin nafas bo'lib ketdilar-ku. Oyim grafindagi teshikka ko'zlari tushib, qo'limdan ushlagancha ichkari sudradilar. Dadamlar ulkan chorhar uyimizning to'rida kitob varaqlab, yonboshlab yotardilar. Do'konda qimiz yo'q ekan. Bu ham yetmagandek o'g'lingiz grafinni sindirib qo'yibdi. Oyimlar shunday deb grafinni dadamlarning oldidagi xon taxtaga qo'ydilar. Keyinchalik oyimlar bu ishlardan pushaymon bo'lib ko'p gapirganlar. Nega shunday qilganimni o'zim ham bilmayman, bolam. Dadanglarning nochor ahvoli hammamizni ezib qo'ygan edi, deguvchi edilar rahmatlik. Dadamlar shitob bilan qadlarini rostladilar u xon taxtadagi grafinni olib menga qarab otdilar. Zarb bilan otilgan grafin chamasi jon holatda boshimni olib qochgan bo'lsam kerak, shundoq qulog'im tagidan o'tib devorga tegib chil-chil sindi. Men tura qochdim. Qocharkanman, oyimlarning achchiq faryodi eshitildi. Hay, qimiz ham o'lsin. Qimiz deb bolamni o'ldirmoqchimisiz, dadasi? Oyimlarning aytishicha, keyinchalik dadamlar ham bu qilmishidan pushaymon bo'lganlar. Kim bilsin,
Ehtimol boshiga og'ir musibat tushishini sezib yurgani uchundir. Ehtimol bir mahal dilimga ozor bergani esiga tushib, uni ko'nglimdan chiqarmoqchi bo'lgandir. Har qalay, umrimda birinchi bor boshimni silab, muzqaymoq olib berishga ahd qildilar. Ko'chaning narigi yuzida shahar bog'i bo'lar. Bog' oldidagi maydonchada har xil suv, meva sharbatlari, muzqaymoq sotiladigan mitti-mitti do'konchalar bo'lardi. Borsak, do'konlar yopilgan ekan. Dadamlar astoydil ranjidilar. Umrimda bir marta senga muzqaymoq olib bermoqchi bo'lgandim. Bu ham nasib qilmadi-yu, bolam. To'rtinchi bo'lim. Uyga borganimizda chiroqlar yongan. Hovlidagi o'choqda qozon osilgan. Bizdan avval yetib kelgan katta opamlar bilan oyimlar o'choq atrofida kuymalanib yurishar, pochchamlar ko'rinmas edilar. Dadamlar ichkariga kirib ketdilar u darhol qaytib chiqdilar. Chehralari ochilgan, kayflari chog' edi. Sakuda birga o'qigan eski qadrdonlarim kelishibdi. Qaragincha, tuzukroq go'sht-po'shtlaring bormi o'zi Gulshan? Bugun bor bisotingni dasturxonga to'kasan-da. Marhum volidamizda jindak shaddodlik bo'lardi. U shunday deb so'z qotdi. Siz qozon o'choq atrofida aylanavermay, ichkariga kirib mehmonlaringizga qarayvering. Dadamlar oyimlarning bu sal yasama qo'rsligiga kulimsirab ichkariga kirib ketdilar. Hovlimizda shundoq o'choq yonida bir tup gujum o'sar. Gujum tagida chuqur quduq bo'lar. Issiq yoz va iliq kuz kunlari go'shtni shu quduqda asrardik. Oyimlar menga quduqdan go'sht olib ber dedilar. Men quduq chang'irog'ining dastasini aylantirib, go'sht osilgan changakni torta boshladim u to'satdan ko'chadan kirib kelgan ikki harbiyga ko'zim tushib, negadir yuragim orqamga tortib ketdi. Ular o'choq atrofida kuymalanib yurgan oyimlar bilan opamlarga bir qarab qo'ydilar-da, etiklari bilan yerni tap-tap bosib ayvonga chiqishdi. Ayvondan uyga kirishdi. Harbiylarni ko'rishlari bilanoq turgan joylarda tosh qotib qolgan oyimlar bilan opamlar birdan dod solishib uyga qarab yugurishdi. Quduq chang'irog'ini beixtiyor qo'yib yuborib, men ham ketlardan chopdim. Men o'sha paytlar mamlakatimizda va hatto shahrimizda nima bo'layotganidan bexabar edim. Albatta shu bois oyimlar bilan opamlarning harbiylarni ko'rishlari bilanoq faryod chekib ichkariga otilishlari sababini anglamadim. Ammo ular mudhish maqsad bilan kelishganini aql bilan bo'lmasa-da yurak bilan his etgandim. Keyin bilsam, o'sha davrda hamma joyda bo'lganidek, Turkistonda ham har kuni har daqiqada ko'plab odamlar hibsga olingan ekan. Oyimlar va opamlar bundan boxabar bo'lganlari uchun ham harbiylarni ko'rib dod solishgan ekan. Eshikdan kirishim bilan harbiylardan biri novchadan kelgan, malla sochlarining uchlari qoshlariga nafis egilib tushgan xushsurat o'ris kapitan polni g'arch-g'urch bosib eshikka keldi-da, uning ilmog'ini solib, yurakka g'ulg'ula soluvchi bir qat'iyat bilan shunday deb ta'kidladi. Tintuv tugaguncha endi hech kim uyga kirmaydi ham, chiqmaydi ham. Uyda qiy-chuv boshlangan. Katta opamlar o'rta eshikda haykalday qotib qolgan dadamlarning bo'yniga osilib yig'lamoqda. Oyimlar ham dadamlarning yelkasiga suyanib, unsiz titramoqda. Kichik opamlar bilan ukalarim burchakka tiqilishib, xuddi kalxatlardan qo'rqqan jo'jalarday ko'zlari ola-kula bir-birining pinjiga kirib olishgandi. Ikki tavaqali o'rta eshik ochiq. Ichkari xonaning to'rida Sakuda dadamlar bilan birga o'qigan mehmonlar. Ranglarda rang yo'q. Tippa-tik serrayib turishardi. Ikkinchi harbiy esa ichkari uydagi katta qizil shkafga terilgan kitob va albomlarni bitta-bitta ko'zdan o'tkazmoqda edi. Kitoblarning deyarli hammasi qizil jildli Lenin asarlari edi. Tintuv boshlagan harbiy Lenin asarlariga tegmas, qalin, sersurat albomlarni esa varaqlab ko'rib bepisand yerga tashlar edi. Hanuz esimda. Bu albomlar ham xuddi bolaxonadagi kitoblar kabi allaqanday rahbarlarning suratlariga to'la bo'lib, ularning ham aksari allaqachon qamalgani uchun yuzlarga ko'k siyoh chaplangan. Buni men keyin bildim albatta. Ko'zlari o'yib olingan,
ba'zi suratlarning kallalari kesib tashlangan edi. Bepisand harbiy albomlarni ko'zdan kechirarkan, dam ulardagi ko'zlari o'yilgan, boshlari kesilgan suratlarga, dam dadamlarga qarab so'zladi. Ko'rinib turibdi. Ja, g'oyaviy ekanlar. Xushsurat mallasoch kapitan esa tashqi xonadagi qutilar, sandiq va sandiqchalar, shkaflarning tortmalarini ochib, ulardagi buyumlarni titkilar, latta-puttalar orasidan allanimalarni qidirar edi. Navbatdagi shkafga kelganda harbiy qancha urinmasin, uning pastki tortmalarini ocha olmadi. Uyda birorta sandiq yo shkaf yo'q ediki, men uni ocha olmasam. Kapitanning qiynalayotganini ko'rib, men qo'limga mix oldim u pildirab borib shkafning tortmasini shartta ochib berdim. Kapitan chehrasi yorishib kuldi va shunday dedi: Malades. Kelgusida zo'r odam chiqadi sendan. Kapitanning bu kutilmagan maqtovdan yuragim jiz etdi. Keyinchalik katta bo'lganimda men uydagi dod faryodga qaramasdan otamni qamashga kelgan jallodning maqtovidan bir zumgina bo'lsa-da yayrab ketganimni har eslaganimda bir o'zimdan ijirg'anib yurdim. Ammo o'sha daqiqada afsus nadomatlar bo'lsin kim, uning so'zlaridan g'ururlanib ketganim ham haqiqat, mudhish haqiqat. Shu payt dadamlarning titroq ovozlari eshitildi. Suv, bir piyola quduq suvi beringlar. Yuragim kuyib ketyapti. Uyda suv yo'q ekan. Opam yig'idan to'xtab hiqillab dedilar. O'rtoq kapitan, iltimos qilaman. Ruxsat bering. Ukam quduqdan suv olib kirsin. Iltimos. Hey, bo'ldi qil. Agar dotvoyingni qo'ysang, ruxsat beraman. Shunday chiroyli qiz ham bunaqa yig'loqi bo'ladimi? Kapitanning opamlarga qilayotgan soxta xushomadi yoqmadi. Lekin nima ham qilardim? Chelakni olib tashqariga otildim. Hovlidagi chiroq o'chgan, ayvondan uzoqroqda quduq yonidagi gujum panasida kimdir qoqqan qoziqdek qaqqayib turardi. Bu pochchamlar edi. U lom mim demasdan qo'lidagi chaqaloqni menga tutqazib, quduqdan yarim chelak suv olib berdi-da, sharpasiz odimlab hovlining qorong'i burchagiga qarab ketdi. Keyinchalik marhum oyimlar ko'p aytguvchi edilar. O'sha kuni pochchangni Xudo o'zi asradi. Agar pochchang opang bilan birga kelganida bormi? Kim bilsin? Uni ham birga olib ketisharmidi bu toshbag'irlar? Oyimlarning bir gapida jon bor edi. Chunki tintuv tugab, dadamlarni olib ketayotganlarda harbiylar sakuvchi sho'rlik mehmonlarga Turkistondan ketishdan avval NKVDga borib ruxsat olishlari shart ekanini uqtirishib, qo'llardan tilxat olishdi. Men yarim chelak suvni ko'tarib ichkariga kirganimda, dadamlar stulda o'tirib, oyoqlari tagida hamon dod solib yig'layotgan katta opamlar bilan oyimlarni tinchitishga urinardilar. Azaldan qoramag'iz odam dadamlar bir zumda bamisoli olovda qolgan archadek qorayib ketgandilar. Oyimlar tokchadan kosa olib berdilar. Dadamlar bir kosa muzday quduq suvini bitta sipqorib ichdi-da, shunday so'z qotdi. Qo'y, yig'lama qizim. Yig'lama Gulshan. Hukumat oldida tarixchi gunohim yo'q. O'rtoq Stalin tirik ekan, bu tuhmatlardan qutqarib oladi hali. Mana ko'rasan Gulshan. Dadamlar quduq suvni kosalab sipqorar edilar u shu bitta gapni qayta takrorlardilar. Hukumat oldida begunohman Gulshan. O'rtoq Stalin barhayot ekan, bizni bularning oyog'i ostiga tashlab qo'ymaydi. Men hozir shaxsga sig'inish davrining mudhish kirdikorlari, mudhish inqilob dohiylari, ayniqsa Stalin hukmronligi davrida yuz bergan shafqatsiz qatl-u qirg'inlar, million begunoh kishilarning boshiga tushgan g'urbatlar, ota-boladan,
bola otadan ayrilib, odamlarning ko'z yoshi daryo bo'lib oqqan o'sha zimiston yillar haqida o'ylaganimda, dadamlarning Stalin to'g'risidagi gaplarni eslab hayron bo'laman. Nahot otam bu qirg'in barotni ko'rmagan, sezmagan bo'lsalar, nahot Stalin bu jabru istamlardan bexabar edi degan sodda, bemantiq so'zlarga ishongan bo'lsalar degan fikr bot-bot ko'nglimdan o'tadi. Lekin unday desam, o'sha davrda hukm surgan inqilob chavandozlari orasida mash'um inqilobning soxta otashin chaqiriqlari, jo'shqin qo'shiqlari, alvonlari, dohiyning alangali nutqlariga astoydil ishongan, bo'layotgan qatl va qirg'inlarning hammasi insoniyat baxti uchun qilinyapti degan mudhish yolg'onga uchgan sodda dil, oq ko'ngil odamlar oz bo'lganmi? Albatta, yurakni zirqiratuvchi bu o'ylar mening xayolimga ko'p yillardan keyin o'sha davrdagi dahshatli voqealar fosh qilinib, ko'zimiz ochilganda keldi. U mahalda esa bilmadim. Tintuv qancha davom etdi, lekin dadamlar quduq suvini sipqora o'rtoq Stalin sodiq farzandlarni xor-zor qilib qo'ymaydi degan gapni takrorlay yarim chelak suvni ichib tugatganlari hanuz esimda. Men keyinchalik bu gapni aytsam ko'plar ishonmay, "Qo'ying, odam bolasi yarim chelak suvni icha oladimi?" deguvchilar ham bo'ldi. Ammo men 10-11 yashar bola buni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Dadamlarning o'sha so'zlarini o'z quloqim bilan eshitganman. Ichi yonib ketayotgan odam yarim chelak u yoqda tursin, bir chelak suvni ham ichadi. Nihoyat tintuv tugadi. Dadamlarga kiyinishni buyurdilar. Oyimlar bilan opamlarning nolasi ko'kka chiqib, uyimiz achchiq faryoddan zir titradi. Oyimlar dadamlarning yelkasiga paltosini ildilar. Sakuni bitirgan sho'rlik mehmonlarga tuzalgan dasturxondan ilingan narsani ro'molga tugib, qo'llariga tutqizdilar. Boyagidan ham battar qorayib, bir zumda allaqanday ozib, munkayib qolgan dadamlar avval hamon faryod chekayotgan oyimlar bilan opamlar, so'ng qaqshab, qaltirab qolgan ukalarimning peshonalaridan o'pdilar u navbat menga kelganda ko'zlariga yosh olib shunday dedilar: attang. Umrimda bir marta senga muzqaymoq olib bermoqchi bo'ldim-a. Shuni ham evlay olmadim-ku, bolam. Butun tintuv davomida ko'zimga yosh olmagan. Kelgusida zo'r odam bo'lasan degan so'zlardan shishib ketgan norasida birdan hamma narsa, dadamlarning hech qachon erkalamaganini ham, do'kondan qimiz topa olmay qaytganimda grafinni qulochkashlab otganlari ham, hammasi esimdan chiqdi-yu, alamli chinqiriq bilan dadamlarning tizzalarini quchoqlab oldim. Beshinchi bo'lim. Oradan bir necha oy o'tdi. Bu orada xonadonimiz motamsaro bir makonga aylandi. Qish yaqinlashib qolgan, kun sayin uning qahrli nafasi kuchayib borar, uyda esa na o'tin bor, na ko'mir. Biz tancha qurib bir amallab kun kechiramiz. Haftada bir marta, yanglishmasam shanba kunlari dadamga ovqat olishadi. Oyimlar bir amallab topgan tutganlarini pishiradilar u tong mahali u kishi bilan birga Avaxtaga ravona bo'lamiz. Turkistonda Qulxo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasining shundoq biqinida O'rta Osiyoni zabt etgan general Chernyayev qurdirgan 5-6 ta mustahkam g'ishtin binolar bo'lardi. Chernyayev bu binolarni chor askarlari uchun qurdirgan. Sho'ro hokimiyati esa ularni qamoqxonaga aylantirgan u atrofini tikanli sim bilan o'rab tashlagan. Har shanba tikanli sim bilan chegaralangan bu qal'a ro'parasiga kamida 150-200 ayol, chol kampirlar yig'ilishadi. Bular qo'shtirnoq ichidagi xalq dushmanlarining oila a'zolari. Yosh juvonlar, qaqshab qaltirab qolgan keksalar hibsxona xodimlarining ovqat qabul qilishini kutib, ertalabdan kechgacha tikanli sim oldida diydirab turishadi. Oyimlar qamoqxonaga gohida meni ham yetaklab borishlariga sabab
Mabodo dadamlar bilan yuz ko'rishish nasib etsa, otamlar meni ko'rib qolsinlar degan niyatda edilar. Lekin dadamlarni biror marta ko'rsatishmadi. Ko'rsatishmaganlari ham mayli. Bot-bot olib borgan ovqatlarimizni qabul qilmasdan qaytarib yuborishardi. Goho men bir necha soat maqtal bo'lib turganimdan keyin biror bahonani ro'kach qilib, hibsxonaning shundoq yonginasidagi shahar bog'iga qarab chopardim. U yerda Xudoning kuni borki miting bo'lar, shahar maktablaridan nog'oralar gumbiri va karnay-surnaylar sadosi ostida bolalar saf tortib boqqa kelishardi. Bog' o'rtasiga qizil alvon bilan o'ralgan ulkan bir minbar o'rnatilgan bo'lib, charm palto kiygan, to'pponcha taqqan faollar unga chiqib va'z aytishar. Va'zlarning aksariyati trotskiychilar va ularning dumlarini fosh qilishga bag'ishlanardi. Bu va'zxonliklarning dahshatli tomoni shunda ediki, bugun Trotskiyning dumlarini fosh etib, otashin nutq so'zlagan notiqlarning aksari ertasiga o'zlari dumga aylanib, fosh etilganlar ro'yxatiga tushib qolishardi. Meni bu mitinglarga borishga nima chorlaganini hanuz tushuna olmayman. Aftidan karnay-surnay va nog'oralar sadosi saf tortib o'tadigan tengdoshlarimning quvnoq va jo'shqin qo'shiqlari bo'lsa, ajab emas. Chunki bu gumbur-gumbur sadolar, otashin qo'shiqlar qulog'imga chalinishi bilan xuddi nog'oraga o'rgangan harbiy otday oyoqlarim o'z-o'zidan raqsga tushib, yuragim hapqirib ketaverardi. Faqat bir narsa murg'ak qalbimni ezar. U ham bo'lsa, minbardan turib aytiladigan nutqlarda ba'zida dadamlarning nomi ham dumlar qatori tilga olinadi. Lekin shunday paytlarda dadamlarning Stalin to'g'risidagi so'zlari esimga tushardi-yu, yuragimga quyilib kelgan alamli tuyg'uni haydardim. Bu hol toki shahar yoshlar qo'mitasining kotibi bilan yuzma-yuz kelgunimcha davom etdi. Bu yosh, xushqat, xushsurat yigitcha bizga qo'shni edi. Oilamiz boshiga musibat tushgunga qadar u xonadonimizga bo'zchining mokisidek qatnar. Dadamlar bilan kechalari uzoq suhbatlashib o'tirardi. U o'sha yozda uylangan. Xotini ham o'ziga o'xshash ko'hlik, xushqat, xushsurat edi. Dadamlar ularning to'ylariga to'yboshi bo'lgan, oyimlarning aytishicha dadamlar unga moddiy yordam ham bergan ekanlar. Dadamlar qamalganlardan keyin yon qo'shnimiz qorasini ham ko'rsatmaydigan bo'lib ketdi. Bunga ajablanmasa ham bo'lardi, chunki shogird tugul qarindosh urug'lar ham bu og'ir, g'urbatli kunlarda uyimizni chetlab o'tishar. Bitta yarimta kelsa ham kechalari qo'rqa-pisa kelib, so'ng devor panalab qaytib ketardi. Shanba kuni edi. Chamasi qamalganlar soni ko'paygan. Chunki avaqtaga ovqat ko'tarib kelganlar soni ancha ortgan, navbat kutayotganlarning dumi ko'rinmasdi. Kun sovuq, sevalab mayda yomg'ir yog'ardi. Shu boisdanmi, boshqami, oyimlar men so'ramasdanoq uyga ketishimga ruxsat berdilar. Men tinimsiz maydalab yog'ayotgan yomg'irdan diydirab, uyimizga tomon ravona bo'ldim-u, to'satdan bog' tomonda yangragan nog'oralar gumbiri-yu karnay-surnaylar sadosini eshitib, beixtiyor to'xtadim. Nog'oralar va karnay-surnaylar sadosi tobora avjiga chiqmoqda. Chamasi odatdagidan ham katta miting boshlanmoqda edi. O'rgatilgan otga o'xshab yana nog'oralar gumbirlayotgan tomonga burildim. Haqiqatan ham yomg'irga qaramay, bolalar har tomondan saf-saf bo'lib boqqa yopirilib kelishardi. Darvozaga yaqinlashib qolganimda nogahon ro'para tomondan kelayotgan qo'shnimiz shahar yoshlar qo'mitasining kotibiga ko'zim tushdi. U bir o'zi emas, charm paltolik harbiy odam bilan uchburchak soqol qo'ygan, jikkakkina mo'ysafid qurshovida kelardi. Kotibni ko'rishim bilan yuragim negadir shuv etib boqqa sho'ng'ishga chog'landim. Ammo kotib bir sakrashda yo'limni to'sib, bilagimdan shappa ushladi-da, shunday deb o'shqirdi. Ha, Qashqirdan tug'ilgan qashqircha. Bitta shaltoq buzoq bir to'da podani buzadi. Bo'yningga soxta qizil galstuk taqib, bu softir qizil pionerlarni buzmoqchimisan, a? U qo'limni og'ritib siqqancha o'ziga torta boshladi. Lekin shu payt jikkak mo'ysafid aralashdi. Hey, qo'yib yubor bola paqirni. O'rtoq Stalin aytdi-ku,
bola otasi uchun javob bermaydi deb. Gunohi nima bu norasidaning? Yosh kotib qovog'idan qor yoqqanicha bir qariyaga, bir charm paltoli harbiyga qaradi-da, qo'limni qo'yib yubordi va shunday deb o'shqirdi. Yo'qol ko'zimdan. Shundan keyin nima bo'ldi, nima qo'ydi, hozir esimda yo'q. Faqat kotibning ombirdek metin changalidan chiqdim-u, tomog'imni g'ib bo'g'gan ko'z yoshini yuta-yuta saf-saf bo'lib o'tayotgan baxtli tengdoshlarim yonidan katta ko'cha tomon otildim. Oltinchi bo'lim. Dadamlar hibsga olingandan so'ng 3-4 oy o'tdi hamki, u kishi bilan biror marta ko'risha olmadik. Butun shahar hanuz tahlikada, hamma joyda, hatto maktablarda ham dushman qidirish hamon davom etardi. Sira esimdan chiqmaydi. O'sha yili ulug' rus shoiri Pushkin vafotining 100 yilligi nishonlanardi. Bu g'amgin sanaga atalib qanaqa kitoblar belgilandi, qanaqa kitoblar chiqarildi, qanaqa majlislar, adabiy kechalar o'tkazildi, buni bilmayman. Ammo o'sha sanaga atalib o'quvchilar uchun daftar chiqarilgani yodimda. Million nusxada chiqarilgan bu daftarlarning oldi muqovasida bolalikdan hammamizga tanish jingalak soch, habash chehra shoirning surati solingan. Muqovaning oxirgi betiga esa shoir ertaklaridan biriga chizilgan surat berilgan edi. Avval boshda hech qanday gap yo'q edi. Keyin to'satdan shaharda, jumladan men o'qiydigan maktabda ham vahimali mishmishlar tarqaldi. Go'yo Pushkin yubileyiga chiqarilgan bu daftarlar, to'g'rirog'i daftar muqovasidagi suratlarga aksil inqilobiy so'zlar bitilgan emish. Kimki Pushkinning soch va soqollari, ayniqsa muqova oxiridagi ertaklarga chizilgan suratlarni e'tibor bilan ko'zdan kechirsa, shoirning jingalak sochlari yu ertaklarga chizilgan suratlarni hushyorlik bilan nigohidan o'tkazsa, makkarona chizilgan aksil inqilobiy so'zlarni topishi mumkin emish. Men o'qiydigan 3-A sinfida yoshi anchaga borgan, tishlari to'kilib qolgan, ammo juda muloyim, mehribon rus kampiri dars berardi. Hozir ism shariflari yodimda yo'q. Bir oydan beri bu kampir kasal bo'lib, o'rniga yosh tatar yigitcha dars bera boshlagan edi. Qattiq oqsoqlanib yuradigan bu yigitcha bizga qo'shni bo'lmish raykom kotibining qaynisi bo'lib, dadam qamalganlardan keyin menga o'qrayib qaray boshlagan edi. Ammo hayotning o'yinini qarangki, dadamlardan keyin bir hafta o'tar o'tmas yosh o'qituvchimizning pochchasi ham hibsga olinib, xalq dushmani deb e'lon qilingan edi. Shu battar mung'ayib, avvalgidan battar oqsoqlanib qolgan o'qituvchi menga achinib qaraydigan. Yo'lakdami, hovlidami tanho yurganimni ko'rsa, boshimni silaydigan bo'lib qolgandi. Pushkin suratlari ichiga qabih aksil inqilobiy so'zlar yozilgan emish degan gap tarqalgan kuni yosh o'qituvchimiz sinfimizga juda xomush bir qiyofada kirib keldi. U mungli ko'zlari bilan bolalarga uzoq tikilib turgach, yalinish ovozida shunday dedi: Bolalar, qani, kechagi tarqatilgan daftarlaringni olinglarchi. Haligi muqovalarga Pushkin surati solingan daftarlaringni aytyapman. Oldinglarmi? Ehtimol eshitgandirsizlar. Ashaddiy dushmanlarimiz makkorona chizilgan harflar vositasida SSSRga qarshi so'zlar yozishibdi. Bu mudhish so'zlarni topgan bolalar bor. Ularning suratlari ertaga faxriy doskaga osiladi. Nahot bizning sinfimizda birorta xushyor o'quvchi bola topilmasa? Qani, suratlarga yaxshilab qaranglarchi. Shoyat sizlar ham dushmanlarimizning bu qabih so'zlarini topib, ularni fosh etsalaring. Yosh o'qituvchi shunday deb menga o'zgacha bir umid bilan qarab qo'ydi. Har qalay menga shunday tuyuldi-yu, oldimdagi daftarga chizilgan suratlarga tikilib, jon jahdim bilan makkarona chizilgan harflarni qidira boshladim. Asaplarim tarang tortilgan, miyam nazarimda lahcha cho'qqa aylangan edi. Nahot jonajon hukumatimizga qarshi yozilgan bu mudhish so'zlarni topib, dushmanlarning kirdikorlarini fosh eta olmasam? Yo'q, topaman. Topganda ham birinchi bo'lib topaman. Ikkinchi bo'lishning foydasi yo'q. To'xta.
shoir yelkasidagi mana bu gajak tola nimani eslatadi? S harfining o'zginasi-ku. Uning yonidagi gazakchi. U ham S. Uning yonidagisi ham. Mana bunisi R'ning o'zginasi-ku. Voy tavba, bu battollar SSSR deb yozib qo'yishibdi-ku. Boyadan beri shuni ham ko'rmabman-a. Mana bu gajak tolachi. Quyib qo'ygandek D-ku. Undan keyingi gajakchi. O'ning xuddi o'zginasi. O bo'lgan joyda L ham bo'lishi kerak. Mana L. Yonginasida esa O'ga o'xshash ikkita gajak qatorlashib turibdi. Daloy SSSR, ya'ni yo'qolsin SSSR degan gap-ku bu. Men hayajondan nafasim bo'g'ilib baqirib yubordim. Topdim muallim, topdim. Majruh o'qituvchim tekis polda qoqilib surinib, oqsoqlana yonimga keldi. Sinf to'la o'quvchilar ham gurr etib o'rnilaridan turdilar-da, ustimga yopirildilar. Men xuddi bezgak tutgandek dir-dir titrab, ulug' shoirning jingalak sochlari orasidan topgan mudhish harflarni ko'rsata boshladim. Nihoyat ko'rsatib bo'lib, tengdoshlarimga mag'rur qaradim. Sinfga cho'kkan og'ir sukunat ichidan to'satdan o'qituvchimizning xitobi eshitildi. Malades! Hushyor pioner deb shuni aytadilar-da. Hamma menga hasad bilan qarar. Men o'zimni chinakam qahramon his qilardim. Qani, daftarlaringni yig'ib beringlar. 1 soatdan keyin sport maydoniga butun maktab to'planadi. Bu mudhish daftarni yoqish marosimida hammamiz birga qatnashamiz. O'qituvchimiz oqsoqlana sinfdan chiqib ketdi. Lekin 1 soat tugul 2 soat o'tdi hamki u qaytmadi. So'ng daftarlarni yoqish marosimi boshqa kunga qoldirilibdi degan xabar keldi-yu, uyimizga tarqaldik. Kechqurun men kunduzi bo'lgan voqeani hayajondan entika oyimlarga aytib berdim. Oyimlar men kutgan maqtov o'rniga ko'zlariga yosh olib shunday dedilar. Ay bolamo, bolamo. Senga nima bo'ldi, bolam? Menga nima bo'pti? Nega bunday deysiz, oyijon? Hech nima. Iloyo, dadangga o'xshab qahri qattiq bo'lma. Allohdan bitta tilagim shu, bolam. Oyimlarning gapiga yaxshi tushunmadim. Ertalab maktabga, to'g'rirog'i zalda osilgan hurmat taxtasiga qarab chopdim. Nadomatlar bo'lsin-kim, ro'yxatga bir necha marta ko'z yugurtirib chiqdim. Yo'q. Na nomim, na suratim bor. Dushmanning yovuz kirdikorni fosh etgan hamma hushyor pionerlarning surati hurmat taxtasiga osilgan-u, bitta mening suratim yo'q. Aftidan kimdir hushyorlik qilib xalq dushmani farzandining suratini hurmat taxtasiga osish mumkin emasligini aytib, mendan ham hushyorroq bo'lgan. Mana, bu voqealarning sodir bo'lganiga yarim asrdan ko'proq vaqt o'tdi. Shaxsga sig'inish davrining ne jinoyatlari fosh etildi. Bu jinoyatlar qanday dahshatli bo'lmasin, nazarimda ularning eng yomoni kattalar yetmagandek menday go'daklarga hamma narsaga shubha bilan qarash, hamma yoqdan yovuz kirdikorlar qidirishga qaratilgan urinishlar deb bilaman. Nihoyat dadamlar bilan vidolashadigan kun ham keldi. Vidolashishga 3 kishiga ruxsat berishgandi. Oyimlar, katta opamlar va menga. Shu boisdan bo'lsa kerak, qarindosh urug'lardan hech kim, na dadamlarning ukalari, na yor do'stlari hech kim kelmadi. Oyimlar bilan opamlar kechasi uxlashmay dadamlar uchun bug'doy talqon, so'k talqon va yana allaqanday narsalar tayyorlashdi. Chunki bu payt dadamlar ozod bo'ladi degan umid ojiz miltirab turgan shamday so'ngan. U kishini uzoqlarga olib ketishlari chamasi oyimlarga ayon edi. Ertalab to'rva xaltalarni ko'tarib qamoqxonaga qarab yo'l oldik.
Bu safar bizni ko'p kuttirishmadi. Beliga choynakdek to'pponcha taqib olgan harbiy bizni uzun, tor, nimqorong'i yo'lakdan ichkariga boshladi. Yo'lakning yarmiga borganda, o'ng qo'ldagi eshikni ochib bizga yo'l berdi. Chog'roqqina to'rtburchak xonaning to'rdagi stol oldida gimnastyorka kiygan, sochlari oppoq bir odam allanimalarni yozib o'tirardi. Men avval u kishini tanimay qolibman. Dadamlar burchakda kursida o'tirgan ekanlar. Biz kirishimiz bilan dik ketib o'rnidan turdilar. Azaldan barvasta, to'ladan kelgan novcha odam 1-2 oy ichida cho'pday ozib, lunjlari ichiga botgan, ko'zlari kertayib, qiyg'ir burni so'rrayib qolgandi. Yana qamalgan kechasidagidek yig'i-sig'i boshlandi. Oyimlar-ku yuzini ro'moliga yashirib jimgina titrab yig'lar. Lekin opamlar, dadamlarning bo'ynlariga osilib olgan opamlarning faryodi tor xonani zir titratardi. Keyinchalik marhum oyimlar ko'p aytguvchi edilar buni. Noinsoflar. Chilla qursa yarim soat ham fursat bermadilar. Dadang sho'rlikni diydoriga ham to'ymadik. Bergan chorak soatlari ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. Пусть живет любимый Сталин много-много долгих лет. Bu safar chorak soat davom etgan vidolashuv davomida dadamlar biror marta Stalinning nomini tilga olmadilar. Qamalgan kunlardagidek men partiya oldida gunohkor emasman. O'rtoq Stalin barhayot ekan, meni oyoq osti qilib qo'ymaydi demadilar. Bilaks, bir necha marta ko'zlariga yosh olib, shunday dedilar. Meni kechir. Gulshan. Ayol boshing bilan 5 bolani qanday boqasan endi? Aqlim bovar qilmaydi. Endi yuz ko'rishimizga ham ko'zim yetmaydi. Kechir meni. Kechir. Har safar dadam shunday deganlarda stolga mukka tushib, allanimalarni yozayotgan kishi qog'ozdan bosh ko'tarmay, "Hoy Yoqubov, senga nima bo'ldi? Yosh bolamisan Yoqubov?" derdi. Nihoyat bu odam qarshisidagi devorga osilgan almisoqdan qolgan devor soatiga ko'z tashlab buyruq berdi. Fursat tugadi Yoqubov. Endi xayrlashinglar. Opamlarning nidosi battar avjiga chiqdi. Oyimlar ozgina pul olib kelgan ekanlar. Dir-dir titragan qo'llari bilan dadamlarga tutdilar. Dadamlar esa pulni olishni istamasdi. Yo'q, bolalaringga yarat, Gulshan, bolalaringga. Lekin oyim ko'nmay, axir pulni olishga majbur qildilar. Oyimlar keltirgan pul bor yo'g'i 50 so'm bo'lib, 10 ta 5 so'mlikdan iborat edi. Dadamlar pulni qiynala olarkanlar, 5 so'mliklardan birini menga uzatdilar. Oyimlar pulni mendan olib, dadamlarga qaytarib bermoqchi bo'lgandilar, dadamlar ko'nmadilar. Kaftlarini boshimga qo'yib, ko'ziga yosh oldilar. Sen endi bu uydagi eng katta erkaksan, bolam. Oyingga yordamlashib, ukalaringga qarab turgin, bolam. Dadamlar shunday deb 5 so'mlikni cho'ntagimga soldilar. Umrimda bir marta senga muzqaymoq olib bermoqchi bo'lgan edim. Bu ham nasib etmadi. Bu pulga daftar kitob ol. Qolganiga muzqaymoq olib ye, o'g'lim. Boyadan beri oyim va opamlarga qo'shilib yig'lashni o'zimga ep ko'rmay serrayib turgan bola, to'satdan xuddi dadamlarni olib chiqib ketayotgan paytlardagidek yuragimda nimadir dars ketganday tuyuldi-yu, NKVD xodimining maqtovlari ham, aksil inqilobchilar kirdikorlarni fosh etgan xushyor pioner ekanligim ham bari yodimdan chiqib, dadajon degancha otamning tizzasini quchoqlab oldim.
7-bo'lim. Bu mash'um voqealardan keyin ko'p yillar o'tdi. Ko'p suvlar oqib ketdi. (1955-yili) Xrushchevning butun dunyoni larzaga solgan mashhur nutqidan keyin oilamiz shaxsga sig'inish zulmidan jabr chekkan million oilalar kabi dadamlarning taqdirini, o'lik yo tirik ekanini so'rab yuqori tashkilotlarga murojaat qildik. Chunki ungacha yozgan o'nlarcha xatlarimizning bittasiga ham javob ola olmagandik. Maktublarning bittasini Qozog'iston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasiga, ikkinchisini SSSR Davlat xavfsizligi qo'mitasiga yo'lladik. Taxminan 4-5 oydan keyin birin-ketin ikkita javob keldi. Javoblarning birinchisi Qozog'iston Markaziy qo'mitasidan bo'lib, unda dadamlarning partiyaviy ishi ko'rib chiqilgani, u kishi Stalin shaxsiga sig'inish qurboni bo'lganligi e'tirof etilgan va 1918-yildan e'tiboran partiya a'zosi sifatida tiklangani xabar qilingan edi. Ikkinchi javob Moskvadan, Davlat xavfsizligi qo'mitasidan bo'lib, unda aytilishicha, dadamlar uzoq sharqdagi qaysi bir o'rmon xo'jaligida daraxt kesuvchi bo'lib ishlagan. 1943-yil qish oylarida daraxt kesayotgan paytida yiqilib vafot etgan. Birinchi javobdan farqli o'laroq bu xatda shunday ilova ham bor edi. Agar volidamiz nafaqa yoshida bo'lsalar, u kishiga davlat tegishli miqdorda nafaqa to'laydi. Agar oyimlarning turar joyi bo'lmasa, u kishi qo'mitadan kelgan ushbu javob asosida shahar kengashiga murojaat qilib, navbatsiz uy oladilar. Har ikkala xat ham haqiqatni qaror toptirish, adolatni tiklashga qaratilgan edi. Ammo men negadir, ehtimol uzoq sharqda 6 yil oldin soldat bo'lib, butun qiyinchiliklarni boshimdan o'tkazganim uchundir, nogahon o'zim ko'rgan bepayon sovuq o'rmon, qor tagida egilib turgan daraxtlar qish ko'z oldimga keldi. Bir zum nigohim oldiga bu qorong'u o'rmonda behol imillab daraxt kesayotgan dadamlar keldi. Keldi-yu, alam, iztirob, mehr, shafqat va xo'rlik tuyg'ulari toshqinday guvillab vujudimni qaqshatib yubordi. Yo'q, bu nopoklar 1918-yildan firqa a'zosi bo'lmish otamni nohaq qamaydilar. Qariganida ham ozod qilishni istamay, qahraton qishda ham o'rmon kestirib o'limga mahkum etadilar. U endi o'z gunohlarini yuvish umidida judolik azobidan ikki bukilib qolgan bevasiga nafaqa to'larmishlar. Boshpana berarmishlar. Yo'q. Men bitta onamni ular bergan sadaqasiz ham boqib olaman. Ularsiz ham boshpana topib bera olaman. Xayolan shunday deb, yaxshi niyat bilan yozilgan ikki xatni burda qilib yirtib tashladim.